Bolta yutar. Bolta yutar ozuqasining 85-90% suyaklar tashkil etadi. U hatto eng qattiq suyaklarni ham butunligicha yutib yuboradi. Oshqozon kislotasi. Uning oshqozondagi kislota darajasi shunchalik yuqoriki, hatto qattiq suyaklarni, ba'zida esa adashib kirib qolgan g'isht bo'laklarini ham qisqa vaqt ichida eritib, hazm qilib yuboradi. Aql bovar qilmas usul. Agar suyak yutishga qattiqlik qilsa, qush uni balandlikka olib chiqib, toshlar ostiga tashlaydi. Suyak parchalangach, uni huzur bilan tanovul qiladi. Yaratganning mo'jizasi. Bu qush tabiatning tozalovchisi, vazifasini bajaradi. Boshqa hayvonlar yemaydigan, tashlab ketiladigan qattiq narsalar uning uchun eng totli ne'matdir. Alloh taolo har bir maxluqotni o'ziga xos imkoniyat bilan siylab, hech bir narsani besabab yaratmaganiga bu yorqin misoldir azizlar. Hamma go'shtga yopishganida bolta yutar hech kimga kerak bo'lmagan suyak bilan ham baxtli va kuchli. Bu bizga boriga shukr qilish va eng qiyin holatda ham yaxshilik topa olishni o'rgatadi azizlar. Har biringizni kasb-koringizga baraka bersin. Samое главное shu. Sog', salomat bo'linglar.